3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 35. bab. Özüge tartkan ve parçılıgan diyenzici. Diyenmo düşendirmedi. Belki Şiran'ın yeniği berip, bevosita kalemni elip xat yezishga başladı. Birdamdan keyin bir parça mektubni yezib bo'lgandan keyin uni Savsovning oldiga qo'ydi. Pasibanim, 2 parça mektup yazsılı buludu. Mazmuni mushu o'lcham bo'yicha bo'lsin. Biroq 2 odamga avatimiz. Savsov degan kim? Bir qarabla Dianmoning nima o'yin o'ynayotganligini bilib, ixtiyorsiz eg'iz ochdi. Leje, go'sti. Dal o'zi. Belli. Bak obdan boptu. Leje go'silarning aslidilla bir saman qo'saq ekanligini bilatdim. Lekin Dongjo o'lgandan keyin ular o'zlarining ozg'ini manfaati uchun ko'rinishda inoq o'tganda qilgan bilan dili boshqa. Faqat bu maktub yetib borsalar, ularning munosabati cho'qim chak chekidan bo'silib ketadi. Burun Savsov izchil turda lashkariy kuch masalasidan ansirab turadi. Gerçi Jangji ichki jihatdan moslashsa-mu, lekin kuch selishtirmasidagi farq yanada nihoyat zo'r edi. Nemeli degan bilan Jangji qo'shinlarining jangovarligi yanada Lijue go'silarninkiga yetmaydi. Ondan o'zining qo'shinlari Iroqda bo'lg'achqa hech qanday nafga erisholmaydi. Ham o'zi Chang'anga qo'shin tortib borsa, qarshi tarafning ko'z quloqlari cho'qim sezib qilib, ularning barliq ajri bekorga ketadi. Biroq Dianmo 2 parcha maktub bilan bu ahvolni ostin-ustin qilib o'tgan edi. Oldi bilan o'zining qo'shinlari ochiq-oshkora holda Chang'anga yurish qilsa-mu, hech qanday xavf-xatar ko'rilmaydi. Ondan qolsa, Lijue bilan go'silar o'zi Chang'anga berishdan burunla o'zaro hujum qilishib bo'ladi. Vaqti kelganda Jangjining qo'shinlariga moslashib bersalar, Chang'anni elib Xoqonni qutqizish yanchuqdan bir narsa olgandakla oson ish edi. To'g'ri emas. Savsovning qo'shimisi turildi. Pasibanim, nim bo'ldi? Nimasi to'g'ri emaskan? Dianmo qiziqib so'radi. Jang vaziyatida chatoq yo'q. Lekin siz bir qandoq tursiz? Dastlabda siz menga Zilongning Jangshuni qo'lga keltirganligini degan chog'da men buni planning yadrosimikin deb o'ylagan. Nemali degan bilan Chang'anning qo'vqini osonlik ocha olamiz emasmi? Lekin hozir qarasam, bu 2 parcha maktub Xoqonimizni qutqizishning eng muhim halqasiga. Bu 2 parcha maktub bo'lgandan keyin Jangji ichki qismda moslashmasimi, bizning Chang'anni elib Xoqonni qutqizish ehtimolligimiz cho'ng bo'ladi ekan. Bu planni burunli tuzib bo'ptikansiz. Zilong o'tirg'i chiqishi bilan planingiz texmi mukammal bo'pti, shundaqmi? Savsovning kallasining haqiqatan bak ishlaydiganligiga gap ketmaydi. Faqat planni deb berib edi, u butkul jarayonni faraz qilib chiqoladi. Dianmo inkor qilmay beshini langishdi. Savsov uningga qarab ixtiyorsiz holda shundoq dedi. Ziji, hey Ziji. Sizning menga kimni eslatganingizni bilamsiz? Wang Shu degan bu ism balkim ko'plagan kishilarga notunish bo'lishi mumkin. Lekin uning nomini hamma odam biladi. Odal Jango davridagi Guigosi. Kishilarning ko'nglidagini biladigan, cho'nqur bilimga ega kishi bo'lib, boshqalarni o'ziga tortish va boshqalarni parchalash mahoratini pishiq biladigan, jahondagi ishlardan bilmaydigini yo'q bo'lgan katta iste'dod egasi edi. U ham bu jahonni shaxmat taxtisi qilib, bir qo'lida oq uruqni, yana bir qo'lida qora uruqni elib, dunyoning ishlarini tangshab turadigan odam edi. Yaxshi gap kimga xo'sh yoqmaydi deysiz? Savsovning bundoq maqtaganligini anglab, Dianmo terlab ketdi. Ham shu hamon qo'lini pulanglatib, shundoq dedi. Pasibanim, meni Guygo'zi bilan silishtirib bak oshirib atdilar. Mening yuzim unchoq qilin emas. Ay, meningcha eshib ketmadi. Bu hiyla haqiqatan bak mukammal kat. Jahonda bir deyishga bo'ladi. Savsov tükürükini yutib
o'rnidan turib Dianmoning oldiga kelib, uning mo'risiga shapaloqladi. Qutqizish ishi cho'ng ish. Onunga cho'qim o'zim berishim kerak. Lekin Orolni 5000 lashkar bilan boradi ekanmiz. Xatarmi xeyli zo'r. Shundoq bo'lsa-mu, sizning yanala men bilan birga berishingizni umid qilaman. Oliy janoblar, 6 mahorat bilish talab qiladigan bu yillarda Dianmoning chamboshchilikdan ozroqmi xabari yo'q edi. Lekin Savsavning o'zini bu kechki birga boshlab menishini Dianmo'mi nihoyat obdan tushunatdi. Haqqonni qutqizgan chog'da o'zini namoyon qilib, to'pisini ko'rsatsa, bu orqali o'zining istiqbolimi parlaq bo'ladi. Savsavning Dianmo'ga bo'lgan ishonchi haqiqatan cho'nqur edi. Dianmo'ning eg'ir tenib gap qilmaganligini ko'rib, Savsav kuldi. Xotirjam bo'ling. Sizning chamboshchilikni bilmaydiganligingizni bilaman. Sizga qo'g'dug'ichidan birini tepib beraman. Bu jang bak muhim. Sang'ullarning hammasi jangga qatnashishi kerak. Diqqatini chechib, meni qo'g'dab yurmasimi bo'ladi? Dedi Dianmo beshini chayqab. Bordig'ini oran 5000 odam bo'lg'ashqa, bargohdagi barliq sang'ullarning hammasi jangga qatnashishi kerak edi. Faqat mushunda qilgandila jangovarlikni eng yuqori darajada joriy qildirg'ili bo'ladi. Sizce bu jihatdan ansirmisingizmi bo'ladi? Sizning yasovulingiz sang'un emas. Lekin bu odamning mahorati qaltis. Sizning bexatarligingizni qo'g'dashda cho'qim masala chiqmaydi. Dedi Savsav qaqoqlab kulgunicha. Savsavning gapini anglab, Dianmo'mu ixtiyorsizlik qiziqib qoldi. Aslida gapni ochiq qilib aytgisi bo'lsa-mu, lekin Savsav bu qitim Dianmo'ning o'zining usuli bo'yicha o'zini boplamoqchi bo'lib, sirliq kulgan holda mundaq dedi. Aldirmang. Vaqt kelib yurishga otlanganda bilib qolasiz. Bu undaqda vaqt kelganda ko'ray, dedi Dianmo mo'risini qisib. Savsavmu ko'nglida doim men mushunda qilatdingiz, endi o'zingizmi ko'rib beqing deb o'ylaganicha, ko'ranglagan peti o'rindiqqa kelib putini olmab o'ltirdi. Bu kunlarda u Chang'anning ishi to'g'risida ansirabmi yurmadi. Texi shunyi bilan cho'ngyuni tortib maslahatlashgan bo'lsa-mu, natijasi chiqmagan edi. Lekin Dianmo kelibla hamma ish aniq bo'ldi. Tuyuqsiz kelgan bu rohatlik tuyg'usidan Savsav o'zining kelgusini nihoyat porloqdek his qildi. Amal yo'q. Kim meni Dianzijiga ega bo'lsin debdikan deb o'yladi Savsav. Bu chog'da Savsav dunyodagi hech qanday raqibidan qo'rqmaydi. Pasibanim tayyorlik qilavasizlar. Men bu qarorgohga berib, ularga lashkar va otlarni tayyorlatib, tayyorlikni puxta qilay. Gap ochiq bo'lib ketgandan keyin Dianmo'ning davomli turg'usi kelmadi. Savsav bo'lsa uni chaqirib to'xtatib oldi. Ziji, yana bir ishni unutib qolma. Nima ishni? Mi jamoatining ishi. Mi jamoatidagilar bu yonga kelgili 7-8 kun bo'lib qoldi. Xalqni bundoq tashlab qo'yib yuraversangiz qamlashmaydi. Uning ustiga bu qitim Chang'anga borsak, oz degandimi birar oy ketib qoladi. Bu ishdan aman natija chiqishi kerak. Mi jamoati sal qarashqa bo'lmaydigan mavjudlik edi. Gerçi Dianmo buzilgan ishni o'ngshiy oladigan sirliq kuchi bilan ko'k tuzni ayirib chiqqan bo'lsa-mu, lekin ko'k tuzni kengaytganda ondan pulga aylanib, saltanatni gullantirishga yordam qila oladi. Buning uchun mi jamoatining qo'llashi bo'lmasa, bu ishni qilg'ili bo'lmaydi. Gerçi og'zida har ikkilisi jin jamoatidagilar yordam qiladi desimi, ammo jin jamoatining allaqachon Yuanshao bilan birlashganligi nihoyat aniq edi. Pasibanim, bu ishdan ansirmasizlar. Chang'anga menishdan burun cho'qim natijasi chiqadi. Ati bo'lsin. Men ata saroyga berib kelay. Qo'lga keltirishga ishonchingiz bormi? Dianmo gap qilmadi. Faqat olqonni o'rgandek oson ishqu demoqchi bo'lgandek, olqinini chiqarib o'rdi. Gapning rostini qilganda,
oldingi necha kunda Dianmoning haqiqatan to'liq ishonchi yo'q edi. Gerçi Mifangni bosadigan so'zlarni o'ylab qo'ygan bo'lsa-mu, lekin cho'qim muvaffaqiyat qozonishiga bir narsa deyolmaydi. Lekin hozir o'xshamaydi. Mijin o'ylamagan yerdan paydo bo'lib qolgan edi. Ahmaq o'maq qiz. Fuyangdek bundoq bo'rilar o'ziga kelib turibmi? Shu jo'g'i osonlik ketalayman deb o'ylab qopti-da. Sabiylik bu.